Assalomu alaykum yaxshilar. Bugun sizlar bilan o'z davrining eng kuchli darvozabonlari qadrsizlanish haqida gaplashamiz. Ro'yxatimizning birinchi o'rnida Keylor Navas. Keylor Navas Real Madrid bilan Chempionlar Ligasini ketma-ket 3 marta qo'lga kiritadi va keyingi yil Chelseadan Real Madrid Thibaut Courtoisni xarid qiladi va shunday statistika qayd etgan darvozabon bilan shunchaki xayrlashadi. Ro'yxatimizning ikkinchi o'rnida Ederson Man City bilan Chempionlar Ligasida qo'lga kiritadi. Manchester City xodimlari unga boshqa klub izlashni buyuradi va Ederson ham klubni tark etadi azizlar. Ro'yxatimizning 3-o'rnida Donnarumma oldingi mavsum, oldingi yil PSG bilan Chempionlar Ligasida g'alaba qozonadi va treble qayd etadi. Eng yaxshi darvozabon sovrinini qo'lga kiritadi. Va bu yil azizlar PSG uning o'rniga hech kimga aytmasdan darvozabon xarid qiladi va Donnarummani shunchaki chiqitga chiqarib yuboradi. Donnarumma hattoki xayrlashuv uchrashuvini ham o'tkaza olmadi va Manchester City klubiga ko'chib o'tdi Donnarumma. Ro'yxatimizning oxirgi o'rnida Ter Stegen do'stlar. Ter Stegen Barselona bilan qancha titullarni qo'lga kiritgan va hozir qadrsizlandi. Ter Stegen va uning o'rniga Joan Garcia olib kelindi. Ter Stegenning hozir ketishdan boshqa iloji qolmadi do'stlar. Bu darvozabonlar o'z davrining eng kuchli darvozabonlari edi. Beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.